Gohida bir bandani oldida hamma eshiklar berkilib qoladi. Tijorat eshigi ham, hunar eshigi ham, hamma eshik qulf. Bosh qotib qoladi. Qayoqqa qo'lini cho'zmasin, qo'li yetmaydi. Qayoqqa boshini urmasin, eshik ochilmaydi. Shunda nima qilish kerak? Haromga qo'l urish kerakmi? Ana falonchilik. Mana narsani savdosiga kirishuvdi, zo'riqlik. Nima qilish kerak? Shunda inson lekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib, agar dinidan behavo bo'lsa, o'zichasi yechim istab ko'radi. Mana ham qilib ko'raychi, bo'lmadi. Mana qilib ko'raychi, ham bo'lmadi. Aniq turuvdi yo'q. Nima qilish kerak shunda? Ana shunday holatda Allohdan taqvo qilish kerak. Allohning manhajini mahkam tutishlik kerak. Shundan keyin eshiklarning ochilishini kutib turing. Chunki Robbimiz aytayapti, kim Allohdan taqvo qilsa, har qanday mushkuladan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatadi va kutmagan